Diagonal kompozitsiya. Diagonal chiziqlar va elementlar tasvirdagi harakat va dinamikani oshiradi. Kadr ichidagi kadr. Tabiiy yoki sun'iy kadrlar yordamida asosiy mavzuni ajratib ko'rsatish. Bu usul tasvirga chuqurlik va kontekst qo'shadi. Yetakchi chiziqlar. Chiziqlar tomoshabinning ko'zini tasvirdagi muhim nuqtaga yo'naltirish uchun ishlatiladi. Yo'llar, daryolar, yo'laklar kabi elementlar bunga misol bo'la oladi. Bo'shliqdan foydalanish. Asosiy obyekt atrofidagi bo'shliqni ishlatish tasvirni oddiy va ta'sirli qiladi. Bu usul minimalistik yondashuvda ko'proq qo'llaniladi. Umuman olganda yaxshi kompozitsiya san'at va ilmning uyg'unligidir. Bu orqali fotosurat va videolar ko'proq e'tiborli va estetik jihatdan yoqimli bo'ladi.